erimga hech narsa pishirmasligimni aytib beraman hozir. Ikkinchisini tug'adi. Lekin o'zbeklar juda ko'p o'zbek bo'lgan joyda ular bilan qanaqa qilib gaplashar ekanman. Ozolmayapman. Faqat shu chunki men bilasizlar, bujiman, buji. Hayotga bir marta kelamiz. Baqlajonga ko'proq moy solaman. Hammaga assalomu alaykum. Navro'z bayramlaringiz bilan tabriklayman. Men kamerani to'g'rilamoqchiman. Boya ishga borib keldim. Bugun basseynga borgan edim. Sochlarim jingalak bo'lib qoldi. Men o'ylab turibman, har safar basseynga borsam, sochim basseynga kiradi-da, sochlarim keyin shunaqa prosta yig'ib qo'yaman. Chiroyli jingalak bo'ladi. Mana hozir kamerada ko'rinmayapti, lekin baribir o'zim hayotda qilganimdan ko'ra jingalak chiroyli bo'lib qoladi-da. Keyin o'ylab qoldim, o'zi sochim patakda, anavi, navernoy, sochim o'zi jingalak bo'lsa kerak-da, sochlarim shunaqa bo'lib qoladi deb o'yladim. Balkim biror kun sochimni jingalak qilib ko'rarman. Ana bo'ladi-yu, naturalniy jingalak qiladiganlar bo'ladi. Shunaqa qilib ko'rishim kerak. Bugun baqlajon qilamiz, chunki bitta blogerda baqlajon salat ko'rib qolib, shunaqa yegim keldi. Men aytdim, "Всё, baqlajon salat qilamiz" deb baqlajon sotib oldim. Hozir baqlajon salat qilamiz sizlar bilan. Ikkita baqlajon qancha turadi deb o'ylaysizlar? Kanadada ikkita baqlajon $4.5 turadi. Ikkita baqlajon $4.5. Nima buncha qimmat? Amerikanskiy pulga $3.5 desak hamda qimmat emasmi? Ikkita baqlajon. Mana bunaqa choy ichaman, eng arzon choylardan. Qanaqadir bir tinchlantiradi. Romashkali choy tinchlantiradi. Meni choynagim yo'q, chunki men plastik choynak ishlatish xohlamayman. Yaxshi choynak topa olmadim hali. Pomidor, baqlajon, chesnok. Birinchi marta Koreyaga borganimda nimagadir ovqat pishirganmiz. Koreys tili darsida ovqat pishirganmiz. Koreys tili o'qituvchim bunday qarab, mana shuncha yog' solganman-da, menda ko'p yog' solganman tuxum qovurish uchun. Shuncha yog' solasammi deb hayron qolganda, keyin kartoshka qovurish uchun ham ko'p solganman. Keyin unaqa qilma deb meni o'rgatgan. Ozgina solish kerak edi. Sizlarga idishlarimni qanaqa qilib qo'yishimni ko'rsataman, qaranglar. O'zini aytsam, juda ham kiyimimni ko'p almashtiraman, sababsiz. Prosta o'zim yomon his qilaman, shunaqa almashtirib tashlayman-da. Hozir baqlajonni to'g'raymiz. O'zi baqlajonni chiroyli qilib kesib, ichiga o'rab chiqmoqchi edim, lekin bunaqasiga ham qilamiz, uzunchasiga ham qilamiz. Juda yaxshi ko'raman baqlajonlarni. O'zi nima uchun men Instagram ochganman? Sababi prosta odam juda zerikib ketar ekanda hayotda. Nimadirlar qilib turish kerak ekan. Shuning uchun ham odamlar bolali bo'lar ekan. O'ylab qarasam. Nima uchun ko'p ayollar ko'p bolali bo'lar ekan? Nima qiladigan ish yo'qmi boshqa? Nima uchun ekan deb o'ylab qarasam, bittasini tug'adi. Bittasi katta bo'lib qolgandan keyin deydi, nimadir qilish kerak, ikkinchisini tug'adi. Yana uchinchisini tug'adi. To'g'ri bilaman, bola shirin. O'ylayman, rostdan ham odamlar shuning uchun bola tug'sa kerak-ku deb qolaman. Bilaman, boshqa sabablari ham bor. Dugonam bilan gaplashganimda ham bola tug'ish haqida gaplashdik, keyin aytayapti-da, men deydi, odamlar ko'pincha ayollar zerikib qoladi. Hayotida mazmun qolmaganligi uchun keyin bola tug'averadi deydi. Rostdan shundaymikan? Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Baqlajonni 2 xil qildim. Hozir ikkalasini ham qovuramiz. Bizda уже kech bo'lyapti, 7:30. Joydan hozir kelish kerak. 4 soat, 5 soat yo'l uzoqlikda. Boshqa shaharda Navro'z bayrami bo'layotgan ekan, Vankuver degan joyda, shaharda. Shunaqa borgim kelyapti, lekin ertaga ishim bor, ishlarim borligi uchun bora olmayman. Atak mashinaga minib o'tirib ketaversam bo'ladi. Bitta sababi nima uchun bormayman? Bu ishim bor. Ikkinchi sababi nimagadir qo'rqaman bor-ku, shunday borsam, bir dunyo o'zbek, qozoq, qirg'izlar menga anaqa emas, yomon emas. Lekin o'zbeklar juda ko'p o'zbek bo'lgan joyda ular bilan qanaqa qilib gaplashar ekanman? Kim bilan gaplashaman, kim bilan do'stlashaman? Qanaqa qilib o'zimni tutar ekanman? O'zbekistonda o'zimni tutishni bilaman, lekin chet elda o'zbeklar bilan qanaqa qilib gap, chunki men o'zbek community-siga umuman qo'shilmayman-da. Bu men zo'rligimdan qo'shilmayman emas, prosta nima deydi? Prosta shunaqa xarakterda qo'shilmaganligimdan bular bilan qo'shilsam. Endi men to'g'ri hamma hech kim meni wow deb anaqa qilmaydi, lekin hamma bayram qilayotgan vaqtimda kim bilan gaplashaman? Qanaqadir bilmayman, bunda anxiety-da, social anxiety bormi bilmayman. Kelajakda albatta qo'shilishni xohlayman. O'zbek qizlarni ham taniyman. Albatta qo'shilaman kelajakda. Tak, endi biz buni qovuramiz. Salat, har xil ovqatlar yaxshi ko'raman, lekin ozolmayapman. Faqat shu yeyman, Xudoga shukr. Pulimiz bor, narsa bor, hamma narsa bor, sharoit bor. Shukr qilaman. Har kunimga shukr qilaman. Hamma narsam borligiga juda ham shukr qilaman. Ishonmaysizlar, har doim shukr qilaman, har doim.
lekin nima deydi, shu odam ozolmas ekanda, ozish qiyin ekan. Nimaga shunday? Tak, boshqa tema. Mana bu yerga svet o'rnatmoqchiman. Chiroyli qilib har bittasiga mana shu yerlarga svet o'rnatsam, shunaqa yorug' bo'ladi-da. Masalan, keyingi safar svet bo'lganda ko'rasizlar, polniy oshxona boshqacha ko'rinadi. Bunday zo'r bo'ladi. Bu baqlajonni qancha moyga solib qovursa to'g'ri bo'lar ekan? Qanchaga agar kam solib qovursam qanaqa bo'lar ekan? Men ko'p solinganlarni ko'rganman, lekin kam solinganlarni baqlajon shimib oladi. Qanaqa qovurish kerak buni? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Menda olivkovoy maslo, chunki oddiy maslam yo'q. Chunki men bilasizlar, bujiyman, buji. Prosta boshqa yog'lar zararda, shuning uchun olivkovoy yog' ham unaqa zo'r emas. Bor, prosta menda bor desak to'g'riroq bo'ladi, to'g'rimi? Birinchi uzun choqlarni qovurib ko'raylikchi, qanaqa bo'lar ekan bu. Mana qilib sirazi botirib olay, чтобы qaranglar, shimib olyapti-da, yaramas baqlajon. O'sha shimib oldi. Har kun 15 kishiga ovqat pishiradigan kelinlar qanaqa qilar ekan? Bilishni xohlamayman qanaqa qilishni, prosta o'ylayman qanaqa qilar ekan shu kelinlar, qanaqa pishirar ekan shuncha odamga. Bechoralar deymanda, hayolimda. Ayam ham pishirgan, olamlar hamma pishirganda, hamma qiladi. O'zbeklarda o'rganib ketgan hamma. Kanadaliklarga oson. O'ylab ham o'tirmaydi. Qilaman, birovni qarayman, birovga nima qilib beraman deb o'ylamaydi-da, to'g'risi. O'zini hayoti uchun mazza qilib yashab yuraveradi bular. Hayotga bir marta kelamiz, baqlajonga ko'proq moy solaman. Nima dedilaring? Bir marta kelamiz deb baqlajonga ko'proq moy solamiz. Skavorotkaga qilamanmi hozir, chunki sig'mayapti bu. Bunaqa sepadigan olishim kerak. Sepadigan olsam ko'p ketmaydi, ozgina ketadi keyin. Qaranglar, qo'yib yubordim. Yana bu olivkovoy shunaqa moyli. Sizlar qayerdan meni kuzatyapsizlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Shuncha baqlajonni qachon tugataman, qachon qilib tugataman ekan, nima deysizlaring? Ideya keldi. Короче, hozir bitta idishga solamiz. Keyin yog' solamiz ichiga. Mana baqlajonni ichiga hozir olivkovoy solamiz, yaxshilab aralashtiramiz. Bu har safar shuncha solmasligi uchun bir-biriga o'tsin bu. Mana shuncha solamiz. Yaxshilab o'tsin bir-biriga, shimsin. Skavorotkaga solsam cho'tta shimib olyapti-da, juda ko'pda yo'q u. Juda ko'p yo'qda. Yo'q. Baqlajon o'z savatni yeyishni o'ylaymiz. Qanaqa qilishni o'ylamagan ekanman, to'g'risini aytsam. Oh my gosh. Aytgancha kommentariyada hamma yozishadi. Ba'zilar pul bering, qiynalib qoldim deb yozishadi ba'zida. Men aytaman, juda ham xohlardim yordam berishni, lekin yordam beraman desam, yordam beradigan odamlarim bor deymanda. Lekin ularga qaytadan yozmayman. O'qiyman kommentariyasini, lekin ularga qayta yozmayman. Baqlajon yaxshi pishyapti. Lekin men bular shimib oldida, qayerga ketib qolganini bilmayman, shuncha yo'q. Har doim mana shunaqa ish bo'lsa, onlayn girdegim keladi nima. Sizlar ham shunami? Shu desalaring, yaqinda faqat o'zbekcha Instagram ko'rib boshladim. Kontent, faqat o'zbeklarning kontentini ko'raman. O'zbeklar qanaqa kontent qo'yapti? Har kun o'zbekcha kontent ko'raman. Nima qo'yapti? Agar o'zbeklar juda ko'p bachkana kontent, juda ham ko'p bachkana kontent. Qanaqa qilib odamlar shu bachkana kontentdan uyalmasak? Lekin kimgadir meni kontentim bachkana bo'lib ko'rinishi mumkin. Kimgadir, to'g'rimi? Kimgadir normalni ko'rinishi mumkin, kimgadir bachkana. Har doim bir xil nima deydi? Hammaga bir xil ko'rinmaydi, hammaga har xil ko'rinadi. Lekin Instagramning eng zo'r tarafi nimada bilasizlarmi? Odamlar birlashishida. Mana bolalarim mostdan shuni o'tib maktabga boradi deb video qilgan edi. O'sha mostni ozgina qolmasdan o'sha yangi most qurib berishibdi bor-ku. Men hayron qoldim, juda zo'r narsa-da bu. Agar odamlar qo'shilsa, har doim mana shunaqa zo'r kontentlarni bir-biriga ulashsa, odamlar ko'radida, rostdan ham deb уже katta odamlar ko'rishadi, o'sha davlatdagi odamlar ko'rishadi-da. Men baqlajonim bunisi kuydi ozgina, lekin bulari yaxshi hozir ko'rsataman. Mana bular yaxshi. Shunaqa zo'r skоворodkamiz bor. Aytgancha, необычный fakt, mana bu yerdan chiqayotgan butun narsa juda ham organizmga yomon ekan. Mana bu вытяжка bo'lish kerak ekan. Har doim odamda вытяжка bo'lish kerak ekan. Bo'lmasa, juda ham yomon ta'sir qilar ekan organizmga. Yaqinda Instagramimga video chiqargan edim. Ismim O'g'loy, lekin ismimni yaxshi ko'rmayman, chunki juda xunuk ism deb chiqargan edim. Keyin ko'p odamlar ha, xunuk ekan ismingiz o'zgartiring, pata deganligi uchun nimagadir o'ylab ko'rdim. Ismim unday yomon emas ekan deb qoldim. Nimagadir? Chunki ko'plar, meni ismim O'g'ilshod, meni ismim O'g'ilnoz, meni ismim O'g'il bo'lsin, meni ismim u, meni ismim bu deb qanaqadir
ismlar qo'ygandan keyin ana Gulshod, yana nimadirlar, короче, ismlar, g'alati ismlar juda ko'p ekan O'zbekistonda. Keyin ko'rib men aytdim, rostdan men ismim juda yomon emas ekan deb qoldim o'zimcha. Nima dedilaring? Normalniy ekan ismim deb qoldimda. Rostdan Instagramga chiqargandan keyin fikr doiram o'zgarib qoldi-da. Chota ismim yoqib qoldi, fransuzskiy ism. O'g'ilvoy dedim. Shuning uchun endi ismimni o'zgartirmasdan turamanmi bilmasam. O'sha uyalmay qoldim ismimdan. Lekin shu paytgacha har doim ismimdan uyalganman-da. Xunuk ism deganman har doim. Hammada chiroyli ism bor, menda nimaga chiroyli ism yo'q deb. Ismimda men xunuk desam bo'ladi, biror kishi xunuk desa menga yoqmaydi. Masalan, "Voy, to'g'ri, rostdan ham ismingiz xunuk ekan" desa men jahlim chiqadi. Senga emas meni gapirish deyman. Bugun juda ko'p shirinlik yeganligim uchun tilimdan narsa chiqib keldi, oq narsa. Shunaqa yoqimsiz ekan. Asal emasmi? Hidi vashshi zo'r ekan. Bu pomidor hidi shunaqa zo'r. Nima uchun? Men erimga hech narsa pishirmasligimni aytib beraman hozir. Boshida shunaqa zo'r narsalar pishirib berib, nimadirlar pishirib, qanaqadir har kun xursand qilgim kelib, shunaqa qilganman-da boshida. Judayam. Keyin qarasam, u narsa yoqmas ekan. Odamiga bog'liq bo'lar ekanda. Masalan, ba'zilarga shunaqa xizmat qilsangiz yaxshi ko'radi, shunaqa xizmat qilib, meni begim, meni shohim desangiz shunaqa yoqar ekanda ularga. Ba'zilarga esa unaqa narsalar yoqmas ekan. Xuddi shunday bunga ham umuman yoqmaydi. Hech narsa unaqa narsalar yoqmaydi. Masalan, men unga ovqat qilib beraman, mana bunaqa ovqat bor, ye desam yemaydi. Hozir ishim bor, vaqtim yo'q deydi. Yo, men buni yegim kelmayapti, hozir men boshqa narsa yegim kelyapti deydi. Boshida xafa bo'ldim, mana ovqatim yemaydi. Keyin o'ylab qarasam, menga nima? Maza qilib o'zim unga ovqat qilmasam, o'zim ovqat qilaman, maza qilib yashayman dedim. O'zi uchun yashash kerak ekan dedim-da. O'zi shunaqa niyat qilganman. Men oldin niyatim har doim shunaqa bo'lgan. Men birovga ovqat qilib bermay, maza qilib o'zimga qilay. Hamma o'zini ovqatini, o'zini ishini o'zi qilsin deganman-da. Rostdan ham hayotimda shunaqa bo'ldi. Ovqat qilib berish umuman qiyin narsa emas. U yig'ishtirish, ухаживать qilish qiyin narsa emas. Lekin agar odam o'zini narsasini qilsa, masalan, men birov uchun har doim ovqat yeyish kerak, naskisini yuvib qo'yishim kerak, kirini yuvib qo'yishim kerak, o'qib qo'yishim kerak, bu qo'yib qo'yishim kerak demasdan o'ylamasam, meni hayotim osonlashadi. Qanchalik hamma o'zini ishini o'zi qilsa, shunchalik yaxshi. Keyin savol, o'zbeklarga shunaqa desangiz, o'zbekistonliklar nima deydi sizlar? Unda xotin nimaga kerak deydi. Demak, siz xotinni faqat sizga xizmat qilish uchun olar ekansiz-da. Meni fikrim bo'yicha, agar turmush qurmoqchi bo'lsangiz, qanaqa odam bilan turmush qurishingiz kerak? Masalan, birga hayot quradigan, faqat erini hayoti bilan yashash emas-da, o'zini hayoti bilan ham yashash kerak degani. Bizda ko'pincha o'sha xizmatkor bo'lishi uchun uylanadi-da, shu ota-onamga xizmat qilsin, menga xizmat qilsin deb uylanadi. Shu narsa juda noto'g'ri deb hisoblayman. Endi bu meni fikrim. Meni fikrim. Sizlarniki emas, meni fikrim. Nima deydi? O'zlaring fikrlaringni qoldiringlar. Nima deb o'ylaysizlar? Nima uchun odam erga tegishi kerak? Nima uchun uylanish kerak? Nima? Sabab, masalan, intimniy deb aytadigan bo'lsalaring, yo mana intim uchun uylanadi odamlar, yo'q erga tegadi desalaring, ko'p oilalarda, ko'p o'zbek oilalarida, chet elda ham shu bir xil oilalarda ko'plarida intim yo'q, ko'p oilalarda intim yo'q. O'sha bolali bo'lgandan keyin masalan, ayol kishi shu intimniy narsa qila olmaydi. Masalan, erkak xohlasa ham, masalan, ishga ketishi mumkin biror joyga. Yoki masalan, baribir ham oilaviy har kun bolalari ko'p bo'lsa yoki bitta bolasi bo'lsa ham har doim ham intim narsa qila olmaydi. Ko'p oilalarda intim yo'q. Juda ko'p oilalarda, o'zbek oilalarida va shu sanoqli odamlarda intim bo'lishi mumkin. Nima uchun? Qanaqa men bilaman. Men eshitganman. O'sha tanishlarimdan, dugonlarimdan masalan, yo'q deydi, intim yo'q. O'sha yo'q, o'lib ketgan u intim deydi. Unda savol, nima uchun odam turmush quradi? Savol sizlarga, savol. Nima uchun odam bir-biri bilan yashayaptimi? Bir-biriga yordam berish kerak. Hamma narsada yordam berish kerak. Materialniy, fizический, mentalniy har taraflama yordam berish kerak deb o'ylayman. Partnyor. O'sha yolg'iz qolib ketmasligingiz uchun partnyor kerak-da. Lekin oilada odam bir-birini даже yaxshi ko'rmasdan faqat shu sen o'qishing kerak, bu qilishing kerak degandan keyin o'sha yaxshi ko'rish ham bo'lmaydi-da. Bu meni fikrlarim. Sizlarga fikrlarimni aytib beryapman. Qanaqa odamligimni YouTubedan bilib olasizlar. Shunaqa aqllisiz, shunaqa yoqdingiz menga, o'zim shunaqa bo'lish kerak odam. Nima deydi? Birga
video eri bilan video qo'yavermasi kerak. Men sizni yoqtirib qoldim, молодец. Shunaqa qiling deb yozganlar bor ekan. Noto'g'ri odamga yozdilaring odamlar. To'g'ri, men Instagramda erim bilan faqat quchoqlashib, videolar chiqarmasam ham, lekin hayotda men kaltakiyaman, xohlaganimni qilaman, xohlagan joyimga boraman. Menda tatu bor, xohlaganimni qilaman. Bu meni hayotim, to'g'rimi? Men unaqa oppo'g'oy qiz emasman. Oddiy qizman. Prosta ba'zilar oppo'g'oy deb o'ylasa kerak, deb o'ylab qopti-da Instagramdan. Unaqa emas. Oppo'g'oy qiz emasman, hozirdan aytib qo'yay sizlarga. Keyinchalik hafsalalaring pir bo'lmasin. Bitta kishi bilan do'stlashib qoldim. U kishi aytdi: "Voy o'g'loy, siz shunaqa oddiysiz, soddasiz, menga shunaqa yoqdingiz" dedi. "Iltimos o'zgarmang" dedi. Keyin "Oddiy qizsiz" dedi. Men aytdim, "Opa" dedim. "Naverno, siz meni oppo'g'oy shunaqa zo'r qiz deb o'ylayapsiz, lekin hayotda men kaltakiyaman. Hayot o'zgarishi mumkin. Masalan, qachon hech kim bilmaydi qanaqa o'zgarasiz. Har doim odam har xilcha o'zgaradi. Hech qachon bitta odam men 10 yildan keyin men bo'lib qola olmayman. 10 yildan keyin men boshqa o'g'loy bo'laman. 10 yil avval men boshqa o'g'loy bo'lganman. Shuning uchun ham hech qachon odam o'zgarib ketibsan desa, bu естественный narsa. Biz kattaramiz, fikrdorim o'zgaradi, kiyinishlarimiz o'zgaradi, odamlar bilan gaplashishimiz o'zgaradi, hamma narsa o'zgaradi. O'sha o'zgarish bu naturalniy narsa bu. Так что men ham 10 yildan keyin boshqacha bo'laman. Даже 1 yil, 2 yildan keyin ham o'sha boshqacha bo'laman. Hammamiz o'zgaramiz. Agar yon atrofingizda birorta do'stingiz 20 yil davomida hech qachon o'zgarmagan bo'lsa, har doim bir xil bo'lib qolib ketgan bo'lsa, rivojlanmayapti. O'sha odam rivojlanmayapti. Har doim odam o'zgarishi kerak. Fikr doirasi o'zgarishi kerak. Yashashi o'zgarishi kerak. Hayotga qarashi o'zgarishi kerak. O'zgarish bu juda yaxshi. Yaxshi. O'zgarib ketgan mana bu odam desa, u yaxshi narsa. Endi to'g'ri, o'zgarib ketgan bo'lsa ham har xil yomon narsalar chekayotgan bo'lsa, конечно, bu yaxshi emas, lekin umuman olganda, agar odam qanaqadir bir o'zgargan bo'lsa, bu juda yaxshi degan fikrim bor meni. O'rtoqlar, salatim tayyor. Uncha ko'p vaqt ham ketmadi. Faqat shu baqajonni qovurdim-ku. Pomidor kesib chiqdim, ichiga tuz sepdim, chesnokdan soldim. Mazza, qaranglar qanaqa chiroyli. Har xilchasidan qildim. Dumalog'idan o'radim. Mazza, hozir yeymiz. Tak, bittasini kameraga yeyishim kerak, baribir ham, chunki shuncha pishirdim-ku, to'g'rimi? Kamera uchun sizlarga yeb beraman mana. Eng yaxshi ko'rgan salatim, eng yaxshi ko'rgan. Like qo'yishni unutmanglar, sizlarni yaxshi ko'raman. Keyingi videolargacha